Moskvada metan bormi? Конечно, metan bor va bu mega выгодно. Bor yo'g'i 1 kubi 2650 kopeyk. Bizlar ish kunimizni boshladik. Amerikanskiy kepkamizni bitta maqtab o'pkani to'ldirib, toza havodan nafas olib, bugungi жирный zakazimizni boshlaymiz. Aytgancha zapravkamiz bor yo'g'i 500 rublga bo'ldi va bu 300 kilometrga bemalol yetadi. Yo'l aka, чтобы zeriktirmaslik uchun chiroyli mana bunaqa joylarni oldim. Zakazimiz 65 kilometrga kravat olib borishimiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? 65 kilometrga o'zimiz ortamiz, o'zimiz tushiramiz. Qancha pul olsak, более-менее нормально bo'ladi. Чтобы sizni ichingizda qizdirmaslik uchun birdan aytib o'taman. Ushbu zakazimiz uchun bizlar 5000 rubl oldik. Qanaqa fikringiz bo'lsa kommentariyada yozing. Bu qanday, qimmatmi, arzonmi, kerak bo'ladimi? Shu formatda video sizga yoqsa, albatta bitta like bosing va izohda o'z izohingizni qoldiring. Va обязательно klientga video obzor qilamiz, tashlaymiz. Чтобы отзыв yaxshi bo'lishi uchun, neudobno bo'lsa ham iloji yo'q, puli yaxshiligi uchun kalam kechirib ketamiz.